O'zbekda davlatchilik tarixi, davlatchilik genida bor edi. Bu millat agar boshini to'g'rilasa, qaddini rostlay olardi. O'zi 3 millionlik qarzdor, lekin bank uni 10 millionlik davlat boji bilan yana yelkasiga qo'yyapti. Bu qanaqa bu ahvol? Insonni ko'tara olmaydigan yukini iqtisodiy jarimalar sifatida uni majburlash mumkin emas. Bizning xalqimizga maxsus eksperimentlar qilingan. Men ishonmayman bunaqa bo'lmaganligiga. Hozir habeas corpus deb aytyapmiz. Habeas corpus bizda tuhmat. Tuhmatga odamlar, bizning xalqimiz tuhmat deganda uchib tushgan, u juda yomon narsa bo'lgan, u juda qora dog' bo'lgan. Faqat tuhmatda qolish, balki tuhmat qilishni odamlar qo'rqgan, xavotir olgan. Lekin habeas corpus degan nom bilan biz hozir bu narsani go'yoki bir rivojlangan davlatlardan olib ketayotgan bir mezon sifatida qabul qilyapmiz. Aslida bizning xalqimiz doimo tuhmatdan qo'rqgan va tuhmat qilishdan ham qo'rqgan, tuhmat bo'lishdan ham qo'rqgan. Tuhmat balosidan asrasin degan gaplar bor. To'g'ri. Masalan, mana Miranda qonuni deb aytyapmiz. Bir odamni o'zidan o'zi borib hech qachon o'ylagani uchun, xayoliga kelib qolgani uchun qo'lini qayirib olib ketavermagan. Lekin mana e'tibor bersanglar, bizda davlatni insonga xizmat qilish prinsipi ham joriy qilindi. Inson davlatga emas, davlat insonga xizmat qilishi. Oldin qanaqa edi? Inson davlat bilan hisoblashishga majbur edi. Davlat amaldorlari nima deb o'ylayapti? Davlat siyosati nima deb o'ylayapti? Qanaqa qog'oz qanaqa chiqyapti? Rahbar qanaqa deb o'ylayapti degan masalalar bo'lsa, endi davlat insonni ko'ngliga qarashni boshladi. Ya'ni biz yana o'zligimizga qaytishni boshladik. Inson sha'ni biz uchun qadr qimmatli. Insonni ko'tara olmaydigan yukini iqtisodiy jarimalar sifatida uni majburlash mumkin emas. Prezident juda chiroyli bir misol keltirdilar. O'zi 3 millionlik qarzdor, lekin bank uni 10 millionlik davlat boji bilan yana yelkasiga qo'yyapti. Bu qanaqa bu ahvol? Mana shunga o'xshagan qonunlar va mana shunga o'xshagan jamiyatdagi mezonlarni shakllanib qolishi tasodif emas edi. Bu tasodif emas edi. Bu bizning millatimizni haqiqatan ham O'zbekiston degan bir mamlakatda oyoqqa turmasligi uchun qilingan maxsus ishlar edi. Genga qo'rquvni solish masalasida hech qaysi millatda 3 martadan 4 martadan qatag'on qilishmagan. Biznikini hatto oxirida paxta yeyishdi ham. Oxirida qatag'on qilishga harakat qilishdi. Nima uchun? Chunki O'zbekda davlatchilik tarixi, davlatchilik genida bor edi. Bu millat agar boshini to'g'rilasa, qaddini rostlay olardi. O'sha sovet siyosiy eksperimentlarida o'zbek xalqi uchun maxsus eksperimentlar bo'lgan va ularni eng muhimlaridan bittasi bu xalqni doimo qo'rqoq bo'lishi, bu xalq uchun muhim bo'lgan insonni sha'ni degan masala. Jarayon qadam-ba-qadam, sekin-sekin millatni o'zligiga qaytishi kabi harakat bo'lyapti. Odamlar sezyapti nimadir bo'layotganligini, lekin o'shani nomini topa olmayapti. Biz mana shu targ'ibot, tashviqot ishlarimizda saylovchilar bilan uchrashuvda, xalq bilan uchrashuvda mana shu masalalarni tushuntirishimiz kerak.